O'zbekistonliklarning banklardan olgan kreditlari rekord darajaga yetdi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, aholining banklar oldidagi jami qarzdorligi so'nggi 1 yil ichida 21,2% ga oshib, 230,8 trillion so'mga yetgan. Bu ko'rsatkich mamlakat tarixidagi eng yuqori daraja hisoblanadi. Statistikaga nazar tashlaydigan bo'lsak, aholi kreditlari so'nggi 6 yil davomida 5 baravardan ko'proq oshgan. 2020-yil may oyida aholining banklardan olgan jami qarzi 43,8 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, bugunga kelib ushbu raqam 230,8 trillion so'mga yetgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, kreditlash hajmining o'sishi iqtisodiy faollik oshgandan dalolat berishi mumkin. Biroq aholi qarzdorligining daromadlariga nisbatan tezroq ortishi kelajakda moliyaviy yukning og'irlashiga ham sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek, aholi kreditlarining asosiy qismi ipoteka hissasiga to'g'ri kelmoqda. Shu bilan birga mikroqarzlar, mikrokreditlar va avtokreditlar hajmi ham yuqori bo'lib qolmoqda. Bu esa o'zbekistonliklar asosan uy-joy, avtomobil va kundalik ehtiyojlarni moliyalashtirish uchun kredit olayotganini ko'rsatadi. Hududlar kesimida esa Toshkent shahri yetakchilik qilmoqda. Poytaxtda jami kreditlar hajmi 290 trillion so'mdan oshib, mamlakatdagi barcha kreditlarning qariyb yarmini tashkil etmoqda. Ayni paytda bir savol paydo bo'ladi. Aholi daromadlari ham kreditlar kabi tez sur'atlarda o'sayaptimi yoki qarz yuki tobora og'irlashib bormoqdami? Izohlarda fikringizni qoldiring.